Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga bugün bir neobычный, hali o'zim ham tushirmadim buni do'stlar. Hozir sizlarga qo'ylarni obzor etib beramiz do'stlar. Sotiladi ekan bular. 16 dollar bo'ladi ekan do'stlar. Srochniy narxini aytaman do'stlar, davrim. Endi qiziq tutsak, to'g'rimi? Bular 7 oylik bo'ladi ekan do'stlar. Bu yilki qo'ylar bular. Narxini 4,5 milyon so'mdan kelishiladi. Belki üstünde bizden aytib kelsa, kelishib qaytib berishlari mumkin. Hammasini olaman desangizda, undan ham dashi qaytib beradilar do'stlar. Bular bo'g'az ekan, shu martda doğar dedilar buna. Lekin yomon emas. Har biri g'ide tabi 50 kilo shundan chiqib qolsa kerak. Qonlashtirarasiz. Mesela hozir bu 16 bo'lsa, bahorda bular 32 bo'ladi do'stlar. Qo'y biznesi sizlar ham bo'ladi. Qo'y chaqalarimiz bo'ladi-ku. Qo'y qidirib ham olsangiz yana bahasini kelishsa ajoyib. Qonlashtirarasiz. Herkes 50 kilodan chiqsam bir qo'shqar bor dedilarmi? Shuni dedilar. Lekin yomon emas. Qalaman lekin faqat uyjachqa bilan birinchi marta bo'ldi bu do'stlar, alashtirmishsa. Og'amiz shu iltimos etgani uchun o'zlarimizga elab tashlaymiz. Lekin yomon emas. Uni ko'rinishini qarang. Bahorda do'stlar 32 bo'ladi do'stlar. Yildan yil oshib boraveradi bular. 7 oylik. Qondan masana bolasi bor. Görərəsə. Videomuz mənfəətli olmasa bir like bassanızlar, shundan qo'y qidirib donish bilishlara, do'stlar, qarindoshlarga jo'natib qo'yish esan chiqmasin videomuzda. Sağ olun, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat katta.